Konditsionerni hech qat'i yo'g'idan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rinishini qarang. Portativniy konditsioner bo'ladi. Xonadan xonaga bemalol yetelab yursangiz bo'ladi. Ko'rinishini qarang. Bu konditsionerimiz 21 kvadratga mo'ljallangan, lekin muzlatishi juda ham zo'r. O'zimiz ana abishning uyga qo'yib qo'yilgan konditsionerdan umuman qolishmaydi. Eng qulay tarafi buni xohlagan joyingizga ustunovka qilasiz. Pesh, u yoq qil, ko'tar, kran chaqir degan muammo bo'lmaydi. Shuni olasiz, tokka tiqib qo'yib, pultini bosib yoqib yuborsangiz bo'ldi. Tepa tarafida polni o'zini nastroyga qiladigan knopkalari bor. Komplektda pulti ikki xil bo'ladi. Xohlasangiz bundan boshqarsangiz bo'ladi. Hozir negativli yozishi mumkin, issiq havo qaqa chiqib ketadi deb. Buni ham alohida chorasini ko'rib qo'yganmiz. Buni uzun bo'ladi. Buni bu yoqqa ustunovka qilamizda, yo tarafini bo'lsa, bunga tiqib qo'yib, tashqariga chiqarib qo'yamiz. Romga, eshigiga ustunovka qilish uchun alohida o'zining nasatkasi ham bor. Eshikning chetidan, romning chetidan havo kirmasligi uchun shunday ochiladi, ham tiqib qo'yiladi. Shlankasi bo'lsa, bunga tiqib qo'yiladi. Suv chiqib ketadigan shlankasi ham alohida qilib qo'yilgan, undan ham muammo bo'lmaydi. Bu konditsionerimizning agregati o'zida joylashgan bo'ladi. Orqa tarafdan o'shaning uchun alohida issiq havo chiqishiga joy qilib qo'yilgan bo'ladi. Ofisga, ishxonaga, domga umuman konditsioner qo'yish iloji bo'lmayotgan joylarga juda ham mos keladigan 21 kvadrat ketadigan konditsionerni zo'rdan olib kelib qo'yganmiz. Garantiyalari bor, dastavkamiz ham bor. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring, o'zimiz narxini yoza olamiz. Kelaverasizlar.